2026 g'alla ekish sezoni uchun zernoserkalarimizni olib kelib qo'ydik akalar. Mana bu yoqda ikki xil variant, Lemkin Safir, mana bu yoqda esa Turkiyaning Ebrar zavodiga tegishli bo'lgan XM 28, bundan tashqari 26 va 24 diskli zernoserkalarimiz sotuvda bor. Disklar ikki qator bunda. Bu bir vaqt o'zida ham dorini, ham urug'ni bitta o'tishda bajarib o'tib ketadi. Bundan tashqari orqasida o'zini maxsus ariq osharlari ham bo'ladi. Komplektida bu beriladi. Qo'shilib bundan tashqari mana ko'ryapsizlar, dishlasi ham bor. Buni ham navesni, ham pritsepni qo'shilsa ham bo'ladi. Chuqurlik dvigatelka qiluvchi silindr mana bu yoqda. Teshiklar joyini o'zgartirish bilan chuqurlik o'zgartiriladi. Balolarni qaranglar. Katta balolar. Bu yoqda bundan tashqari Lemkin Safir original akalar. 9 Endi buni ortiqcha ta'riflash kerak yo'q. Ko'pchilik biladi 3 metrlik 24 diskli bu ham. Bu qo'sh diskli, bunisi 2 diskli bo'ladi. Agar xudo xolasa sotuvimizda mavjud zernoserkalarimiz bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Naqd persini 1 yildan 5 yil muddatgacha lizing qilib chiqsanglar bo'ladi. Bemalol pastga telefon raqamiga aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa traktorlarga mos zernoserkani qilib beramiz.